Va nihoyat topdim. Yangilikni aytaman. Sizlar meni Koreyadagi hayotimni ko'rib o'rgangansizlar. Ya'ni Koreyada men qanaqa yashayman, Koreyadagi hayot qanaqa, shularni ko'rsatib sizlarni zeriktirmasdim, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin men hozir O'zbekistondaman va O'zbekistonda ham nimadir qilib sizlarni zeriktirmasligim kerak. Chunki men bu narsaga qadam bosdimmi, oxirigacha yetkazishim kerak. Oxirgi payt aktiv bo'la olmayotgandim, ideya kelmayotgandi, hech qanaqa video, post, hech qanaqa narsa joylay olmayotgandim. Ya'ni meni akkauntlarim Instagram, TikTok, YouTube hammasi zerikarli bo'lib qoldi. Bugundan boshlab zo'r ideya keldi. Men bunaqa makiyaj tutoriallar qilib ko'rmoqchiman. Ya'ni men professional emasman. Makiyaj qilishni shunchaki o'zim uchun bilaman, lekin unaqa zo'r qonun qoidalarni bilmayman. Meni makiyaj qilish uchun ko'pgina narsam ham yo'q, hammasi Koreyada qolgan. Sinab ko'rmasdan turib o'xshash o'xshamasligini bilib bo'lmaydi, to'g'rimi? O'shaning uchun birgalikda sinab ko'ramiz. Birinchi marta sinab ko'rganim uchun maksimalni oddiy makiyaj tanlashga harakat qildim, lekin bu videoga sig'maydi. Keyingi videoda ko'rsanglar bo'ladi, birgalikda bo'yanamiz.